Muzaraba şirketi haqida. Savol. Assalomu alaykum. Muzaraba şirketi savdosida pul chiqarg'uvchi bilan kuch chiqarg'uvchining huquqiy va foyda ziyon ahvoli nihoyatda aniq va tushunishlik. Alloh rahmat qilsin. Lekin turmushimizda mundaq savdomi bor. Ikki taraf tang pul chiqarib tijoratni bir taraf qiladigan, bir taraf dasmoyining 70% ni chiqarib, yana bir taraf 30% dasmoyi bilan kuch chiqaradigan, tijoratni tang qiladigan yoki dasmoyisi oz taraf qiladigan bo'lib qolsa, bumi muzaraba şirketi savdosiga tavab bo'lamdi. Buningda foyda ziyon qandoq ayriladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ikki taraf tang pul chiqarib yoki bir taraf oz, bir taraf ko'p pul chiqarib tijoratni bir tarafli qiladigan, foyda o'rtaq bo'ladigan ahvolda bu muzaraba shirkati bo'ladi. Lekin ikki taraf pul chiqargan ahvolda kuch chiqarg'uvchi o'zi chiqargan sarmoyaning foydasini o'zi to'liq oladi. Bu pul o'zining bo'lg'achqa, o'zining puli bilan o'zi tijorat qilgan bo'ladi. Sherik chiqargan sarmoyaning foydasini ikki taraf muzaraba kelishimida kelishgan bo'yicha o'lishadi. Masalan, 50% pul o'zining, 50% pul sherikining bo'lsa, 50% pulning foydasi bilan ziyni o'ziga. Sherik chiqargan 50% pulning foydasi ikki taraf putishgan bo'yicha bo'ladi. Sheriki chiqargan pulning ziynini sheriki to'liq tartadi. Bu muzaraba tuzumida boshqalar muzarabaga bergan pulga o'zining pulini aralashtirib tijorat qilish deb ataladi. Sheriklarning har biri ma'lum miqdorda pul chiqarib shirkat sarmoyasi qilgan bo'lsa, har biri ayrim yoki hammasi birga elib sotadiganga, chiqqan foyda ularning o'rtasida taqsim qilishidiganga putishib shirkat qurgan bo'lsa, bu mol-mulk shirkati bo'ladi. Bu shirkatda sheriklar o'rtasida foydaning o'lishish prosenti aniq bo'lishi kerak. Har bir sherik oladigan foyda prosenti noma'lum bo'lsa, shirkat inovatsiz bo'ladi. Ziyon chiqsa, har bir kishi o'zi chiqargan sarmoyaning prosenti bo'yicha ziyon tortadi. Dasmoyisi oz taraf tijorat qiladigan bo'lsa-mu, bu yuqorida bayon qilingandek muzaraba shirkati bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 149-nomerlik fatvo.